Allah Taala mujohidni tashlab qo'ymaydi. Uningga o'z mehribonligi va rahmati bilan ega bo'ldi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni Abu Ubaydaning qo'mondonligida Qurayshning savdo karvonini to'sishga avatdi. Boshqa narsa topolmag'achqa bizga oziq uchun bir xalta xo'rim tayyorlab bergan edi. Abu Ubayda xo'rimini bizga bir taldan berdi. Jabirdan sizlar u bir tal xo'rimini qanday qilatdinglar deb so'ralganda u biz uni kichik bola shumgandek shumatdik. Ondan uning ustiga suv ichatdik. Shuning bilan u bizning bir kecha kunduzimizga kupoy qilatdi. Biz osimiz bilan quruq yopirmoqlarni qiqib suv bilan namdab yeydik, dedi. Shunday qilib biz dengiz sohiliga berib qoldik. Dengiz sohilda qumliq dönge o'xshash bir narsa do'mpiyib chiqib qolgan edi. Biz uning yiniga kelib qarasak, kit deyildigan bir jonivor ekan. Abu Ubayda bu kit o'likkan, dedi. Ondan u, yo'q, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning elchilarimiz va Alloh yo'ldimiz. Sizlar yeyishga majbur bo'lib qoldinglar. Shuning uchun yeyaveringlar, dedi. Biz uning qishida bir oy turdik. Biz 300 kishi edik. Hatto biz uni yeb semirib ketdik. Ba'zilarimiz u hayvonning ko'zining chanaqidagi yog'ni qochi bilan suzib olatdik. Uning go'shidan o'küzdek cho'nliqdagi go'shtlarni kesib olatdik. Abu Ubayda bizdan 13 kishini kitning ko'z chanaqida o'ltirg'izib baqdi. Uning qo'yruqlaridan bir qo'yruqni yerga tiklab, cho'ng to'gidan biriga minib, uning ostidan o'tib baqdik. U janovarning go'shidan oziqlik uchun qoqlab ilib oldik. Madinaga qaytib kelganda bu ahvolni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga so'zlab bergan edik. U Alloh sizlarga chiqarib bergan rizqdir. Sizlarda uning go'shidan yana bo'lsa, bizni mo eg'izlantirmamsizlar, dedi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uningdan avatib bergan edik. U uningdan edi. Imom Buxoriy bu hadisni mundaq bayon qildi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Ubayda ibn Jarrah qo'mondonligidagi 300 kishilik bir qo'shinni dengiz bo'yi tarafga avatdi. Jabir radhiyallohu anhu ham ularning ichida bor edi. Biz yo'lga chiqib, yo'lning bir qismida oziq tugab ketdi. Abu Ubayda askarlarni oziqlarni yig'ishga buyurdi. Oziqlar yig'ildi. Yig'ilgan oziqlar faqat 2 tulum xurma edi. U xurmalar kishilarga kunda az-azdan taqsim qilinib beriladi. Xurmalar tugashga boshlaganda har birimizga kuniga bir taldanla berilishga boshladi. Men bir tal xurma nimaga yetadi desam, Abu Ubayda bu xurmami tugisa, oziqimiz butunlay tugaydi, dedi. Shunda qilib biz dengizgacha yetib keldik. U yerda qumliq dönge o'xshash bir o'lik kit turadi. Qo'shin uning go'shidan 18 kun edi. Ondan Abu Ubayda uning qo'yruqlaridan 2 qo'yruğini tiklashga va ondan uning ostidan to'gini o'tkazib beqishga buyurdi. To'ga uning ostidan taqashmay nihoyat oson o'tib ketdi. Bu mujohid sahobalar Alloh yo'lidagi jihodga chiqqan edi. Shuning uchun Alloh taolo ularni halokat va xorliqqa tashlab qo'ymasdan, balki ularga o'z mehri bilan ega bo'ldi. Ularga dengiz kitini tamoq o'rinda dengiz qirg'iqiga chiqarib qo'yib, ularning qiyinchilik va ocharchiligini hal qilib berdi. Agar mujohid Allohga duo qilsa, Alloh ularni azizlab, ularning duosini ijobat qilib, ularga odatdan tashqari karomat bilan yordam qildi. Chunki Alloh ularga kepildir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Allohning mehmonlari 3dir: g'ozi, hoji va umr qilg'uchi. Agar ular duo qilsa, Alloh ularning duosini ijobat qildi. Mag'firat talab qilsa, Alloh ularni mag'firat qildi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: 3 kishining duosi ijobatdir: ota-ona, musafir va zulmga uchrag'uchi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: shaksiz ijobat bo'ladigan 3 turlik duo bor.
Ular ota-onaning duosi, mazlumning duosi va musofirning duosidir. Alloh taolo musofirning duosini u qayerda bo'lmasin ijobat qiladigan tursa, undaqda mujohid bo'lsa, musofirning eng azizi va eng katta ajr olg'uchi tursa, Alloh taolo uning duosini qandoq ijobat qilmasin. Ibn Abu Dunya o'zining Mujabud Da'va nomli kitobida Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslamadan naql qilib mundoq deydi. Bir turkum kishilar Muhammad ibn Munkadir bilan birga g'azotga chiqdi. Ular yo'lda ketayotganda, ularning ichidan biraylan yangi pishloq bo'lgan bo'lsa ha dedi. Muhammad ibn Munkadir ularga Allohdan tilasanglar berdi. U haqiqatan har narsaga qodir zotdir dedi. Ular duo qildi. Ondan ozroq mangandan keyin bir xurjun uchratdi. Ichib qarasa, haqiqatan yangi pishloq edi. Ularning ichidagi ba'zi kishilar hasalmi ham bo'lgan bo'lsa ha dedi. Muhammad ibn Munkadir ularga sizlarni bu joyda pishloq bilan g'izalantirgan Alloh albatta hasal bilan g'izalantirishga ham qodirdir. Allohdan so'ranglar dedi. Shuning bilan kishilar duo qilib edi. Ular ozroq mengibla yo'l ustida bir tovoq hasal uchratdi. Ular pishloq bilan hasalni yeb, g'azotga o'z safarlarini davomlashtirdi. Jihad va mujohidlarning fazilatlari. Fuzala ibn Ubayd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: Iymon etgan, islom keltirgan va hijrat qilgan kishiga jannatning tövünden bir uy va jannatning o'ttirisidan bir uy berilishga men kepil. Menga iymon etgan, islom keltirgan va Alloh yo'lida jihad qilgan kishiga jannatning tövünden bir uy, o'ttirisidan bir uy va jannat o'jurlarining eng oliysidan bir uy berilishga men kepil. Kimki bu amallarni qilsa, Alloh uni qandoq joyda o'ltirishdan qat'iy nazar yaxshilikni talab qilishi va yomonlikdan qochishi uchun hojat qilmagan bo'ldi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning o'g'li Abu Bakri mundoq deydi: Men otamning dushman bilan uchrashishdan burun mundoq deganligini anglagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shubhisizki jannatning eshiklari qilishlarning soyasi ostida degan. Ondan kiyimlari ko'rimsiz bir odam o'rnidan turib: "Ey Abu Musa, sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mushundoq deganligini rost anglaganmiding?" deb so'radi. Otam Abu Musa "Ha" deb javob berdi. U kishi hamrohlarining qishig'i qaytib berib, ularga salom berdi va qilichining g'ilipini sundirib tashlab etdi. Ondan qilichini ilib dushmanga qarab yurib ketdi va o'ldirilganga qadar urush qildi. Abdullah ibn Muborak Al-Jihad nomli kitobida Abu Imron Juvaniydan rivoyat qilishicha, yuqorqi voqea Paris shahridagi Asbahan fathisi asnosida yuz bergan. Musulmonlar Asbahondagi parislar bilan jihad qilayotgan chaqda Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu yuqorqi hadisni so'zlab, ularni jihadga qiziqtirgan va jang qilishga nisbatan shijoatini urg'utgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jannatning eshiklari qilishlarning soyasi ostidadir degan so'zning ma'nosi, bir kishi Alloh yo'lida qulida qilich ko'tarib jihad qilsa yoki u Alloh yo'lida jihad qilganlikdan kafir uningga qarshi qilich ko'tarsa, har ikki holatda uningga qilishning soyasi tushadi. Shuning bilan u jannatning eshiklariga yetgandek bo'ldi. Chunki u mushu jangda shahid bo'lib jannatga kirdi va yoki kechiktirilib karvatida vafot bo'lib keyin jannatga kirdi. Kimki Alloh yo'lida jang qilsa, uningga jannat vojib bo'ldi. Chunki jannatning eshiklari qilishlarning soyasi ostida ekanligi haqiqatdir. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu mundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga mening ummatimdan tunji bo'lib jannatga kiradigan kishilarning kim ekanligini bilamsan dedi. Men Alloh va uning payg'ambari eng yaxshi bilguchidir dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular mujohidlardir. Ular qiyomat kuni jannatning eshigiga kelib ichilishni talab qildi. Jannatni saqlag'uvchi farishtalar ularga sizlardan hisob ilinib bo'ldimi dedi. Ular qilishlarimiz har doim Alloh yo'lida mo'rlarimizda esiqlik tursa, biz nimadan hisob beramiz dedi.
Shuning bilan ularga jannatning eshigi ochildi. Kishilar jannatga kirishdan 40 yil ilgari ular jannatga kirib aram oldi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Ajiba Allohning gunohinglarni mag'firat qilib, jannatga kirgizishni xohlamamsizlar. Alloh yo'lida g'azot qilinglar. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh yo'lida jihad qilinglar. Alloh taolo yo'ldagi jihad haqiqatan jannat eshiklaridan bo'lgan bir eshik bo'lib, Alloh taolo u orqali g'am qayg'ularni ketkizdi. Abu Qatada Ansari radhiyallohu anhu mundaq deydi: Amr ibn Jamuh radhiyallohu anhu Ansarilardan bir yashangan kishi bo'lib, u to'kur edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Badr g'azotida chiqqanda Amr o'z o'g'liga: "Meni g'azotga elib chiqinglar" dedi. O'g'illari otasining to'kur ekanligini Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga aytib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning jihodga chiqmasa bo'ldiganligiga ruxsat berdi. Uhud g'azoti kuni kishilar jangga mengayotganda u o'g'illariga yana "Meni g'azotga elib chiqinglar" dedi. O'g'illari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sening chiqmasligingga ruxsat qilgan dedi. U ularga: "Sizlar meni Badr g'azoti kuni jannatdan to'sqaydinglar. Uhud g'azotidanmi to'samsizlar" dedi va Uhud g'azotiga chiqdi. Kishilar maydonda uchrashganda Amr ibn Jamuh radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, agar men o'ltirilsam, bu to'kur putim bilan jannatga desamdiman" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Ha" dedi. U: "Alloh bilan qasamki, Alloh xolisa jannatga cho'qim bugun desayman" dedi. Amr o'zining Salim ismli xizmatkoriga "Sen uyingga qaytqin" dedi. Xizmatkori uningga: "Bugungi bu yaxshilikqa menmu sen bilan birga erishsam qandoq deysan" deb so'radi. Amr ibn Jamuh radhiyallohu anhu "Undaqda yur" dedi. Ondan Amr bilan hiliqi qul har ikkilisi ilgirlab, hatto o'ltirilguncha jang qildi. Alloh u ikkisidan rozi bo'lsin. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki to'ygi usti yiliniga yig'ilganchilik qisqa vaqt bo'lsa-mu, Alloh yo'lida urush qilsa, uningga jannat vojib bo'ldi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahobalar yo'lga chiqib, Badrga mushriklardan burun yetib keldi. Keyin mushriklarmi kelishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Men buyruq bermaguncha hech qaysinglar qo'zg'almanglar" dedi. Mushriklarmi yaqin kelib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kengligi osmon zaminda keldigan jannat uchun otlaninglar" dedi. Ansarilardan bo'lgan Umayr ibn Humam radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, kengligi osmon bilan zaminda keldigan jannatmi?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ha" dedi. Umayr radhiyallohu anhu pah deb ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Pah deb ketding-ku" dedi. Umayr radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, Alloh bilan qasamki, men faqat shu jannat ahlidan bo'lishni umid qilib shundoq dedim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Sen haqiqatan jannat ahlidan" dedi. Umayr radhiyallohu anhu o'qtindan bir qanchatal xurmoni chiqarib yeyishga boshladi. Ondan: "Men bu xurmalarni yeb bo'lguncha yashasam, bakli uzun hayot bo'lib ketgudek" dedi-da, xurmalarni tashlab etib, mushriklar bilan urush qilib shahid qilindi. Sabura ibn Abu Fakiha radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Haqiqatan shayton odam bolasining musulmon bo'lish yo'lida o'ltirib, sen o'zingning va ota-bovlaringning dinini tashlab musulmon bo'lamsan" dedi. U kishi shaytonning so'ziga quloq solmay musulmon bo'ldi. Shayton odam bolasining hijrat yo'lida o'ltirib, sen o'z vataningni va yurtingni tashlab hijrat qilamsan. Muhojirning misoli xuddi bog'liqdagi otga o'xshaydi. Ya'ni bog'liqdagi ot bir yerga bog'lanib qolgandek, muhojirning qalb rishtisimi o'z ona vataniga bog'langan bo'ldi, dedi. U kishi shaytonning so'ziga quloq solmay hijrat qildi. Ondan shayton odam bolasining jihad yo'lida o'ltirib,
sen jihad qilamsan? Jihad degan jon va milni sarf qilishdir. Urush qilsang o'ldirilsan. Ondan ayoling boshqa erga nikohlandi va mollaring boshqalarga taqsim qilindi, dedi. U kishi shaytonning so'ziga quloq solmay jihad qildi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana mundaq dedi. Kimki shunday qilsa, uni jannatga kirgizish Alloh subhanahu va taolaning ustidagi haq bo'ldi. Kimki jangda shahid qilinsa, uni jannatga kirgizish Alloh subhanahu va taolaning ustidagi haq bo'ldi. Agar u suvda g'arq bo'lib ketsa-mu, uni jannatga kirgizish Alloh subhanahu va taolaning ustidagi haq bo'ldi. Agar u ulug'idan yiqilib tushib o'lib ketsa-mu, uni jannatga kirgizish Alloh subhanahu va taolaning ustidagi haq bo'ldi. Abdullah ibn Sa'di radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kafirlar bilan bo'lgan urush mavjudli bo'ldikan, hijrat uzilib qolmaydi. Bu hadis hijratning vojibligiga emas, balki jihadning vojibligiga dalildir. Hadisning ma'nosi, har qanday kishi iymon etsa va kafirlar bilan jihad qilsa, garchi u o'z shahridan hijrat qilmagan bo'lsa-mu, fazilatda muhojirlar bilan o'xshashdir. İbn Abu Shayba Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilib mundaq deydi: Agar mening Alloh yo'lida mengishim yoki peshonamni namoz o'qish uchun tuproqqa qo'yishim va yoki xurumining yaxshilarini ilg'ab olgandek so'zlarningmi yaxshisini tanlab oldigan kishilar bilan bir majlisda o'ltirishim bo'lmagan bo'lsa-edi, men cho'qim Allohga o'xshirishni yaxshi ko'rgan bo'lardim. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu mundaq degan: Men yaxshi ko'rdigan qizning menga hadiya qilingan yoki uningdan farzand xo'sh xabari olgan hech bir kecha men uchun qattiq sovuqda yo'l yurib, atisi atigini dushmanlarga hujum qilgan kechadan suyumli emasdir. Shunga sizlar jihadni lozim tutinglar. Xolid ibn Valid yana mundaq degan: Alloh yo'lida jihad qilish meni ko'p Qur'on